Sidik ayirish sistemasining embriologiyasi. Ayirish sistemasi hosil bo'lish davrlari pronefroz, mezonefroz va metanefroz. Pronefroz va mezonefroz boshlang'ich davrda paydo bo'lib, keyinchalik yo'qolib ketadi. Lekin mezonefroz erkaklarda vaz differensni paydo bo'lishida ahamiyatga ega. Metanefrozdan esa keyinchalik haqiqiy buyrak hosil bo'ladi. Buyrak hosil bo'lishda asosiy ikkita kurtak bor. Bu metanefrik mezenxima va uretrik bad. Uretrik baddan hosil bo'ladi ureter, jom, kosachalar, yig'unayi, collecting duct. Yig'unayi bu nefron qismiga kirmaydi. Bu yig'unayi, bu esa nefron. Nefronning hamma qismlari metanefrik mezenximadan hosil bo'ladi. Bu vas afferens, vas efferens, bu kapillyarlar chigali, ko'ptokcha, proksimalnay, genli qovurg'aning tushuvchi qismi, genli qovurg'aning ko'tariluvchi qismi. Distalnay va yig'unay. Shuni buyog'idagilar hammasi metanefrik mezenximadan hosil bo'ladi. Uretrik bad hosil bo'lishida anomaliya bo'ladigan bo'lsa agar, renal agenezis, ya'ni buyrak hosil bo'lmasligi kelib chiqadi. U bir tomonlama bo'lishi mumkin yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Bir tomonlama bo'ladigan bo'lsa, bitta buyrak yo'q bo'lsa, bizda bor bo'lgan buyrakka ikkinchi buyrakning ham ishi tushgani uchun u gipertrofiyaga uchraydi. Gipertrofiya esa keyinchalik buyrak yetishmovchiligi yoki FSGS, focal segmental glomerular sklerozisga sababchi bo'lishi mumkin. Hozircha hamma narsani to'liq bilishmayapmiz. Muhimi asosiy nuqtalar bo'lib kelsangiz bo'ldi. Ikki tomonlama agar buyrak yo'q bo'ladigan bo'lsa, oligogidroamniozis, ya'ni amniyoz yo'qligining yetishmovchiligi kelib chiqadi. Oligogidroamniozis bo'lgan homila Potter sekvensiga uchrashi mumkin. Potter sekvensi yoki Potter sindromi. Bu oligogidroamniozis sababli kelib chiqadi. Oligogidroamniozis o'zi nimaga kelib chiqadi? Chunki amniyoz yo'qligi hosil bo'lishda homilaning siydigi ham ahamiyatga ega. Buyrak bo'lmasa siydik hosil bo'lmaydi, siydik bo'lmasa amniyoz yo'qligi kamayib ketadi. Potter sekvensiga faqat renal agenezis emas, boshqa narsadan sabab bo'ladi. Hozir keyinchalik ko'ramiz uni. Keyin metanefrik mezenximaning patologiyasida Wilms tumor, ya'ni Wilms o'smasi kelib chiqishi mumkin. Keyin ularni ikkalasini alohida yaxshi rivojlanishi mumkin, lekin bir-biri bilan qo'shilishida agar muammo kelib chiqsa, multicystic dysplastic kidney disease, ya'ni sistik degani bu inglizchada tarjima qilganda kistaga to'g'ri keladi, o'zbekchadagi ko'p sista hosil bo'ladigan dysplastik buyrak kasalligi. Buyrakda kistali kasalliklar ko'p. Ularning eng bu kistali kasallikning boshqalardan farqi bir tomonlama bo'lishida ko'pincha. Lekin ikki tomonlama ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu irsiylanmaydigan kasallik. Bu shunchaki homila davrida qandaydir buzilish bo'lganda kelib chiqishi mumkin. Keyin boshqa patologiyalar. Vesicoureteral reflux, ya'ni qovoqdan siydik yo'llariga siydikni qaytib chiqishi. Bu birlamchi bo'lishi mumkin yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchida qovoqqa ketadigan siydik yo'li to'silib qolishi mumkin. Bitta sababi, ikkinchi sababi duplex, ya'ni siydik yo'l dupleksi. Ikkita siydik yo'l bo'lib qoladi bunda. Bu ham vesicoureteral refluksga sababchi bo'lishi mumkin. Bu esa siydik yo'llar infeksiyalariga xavf bo'lishini kuchaytiradi. Keyin ikkinchisi bunda bevosita bo'ladi, ya'ni anatomik jihatdan to'silgani uchun. Bunda bevosita bo'ladi, chunki bunda
qovoqda bosim oshib ketgan hisobiga reflyuks, ya'ni orqaga qaytish bo'ladi. Qovoqning bosimi ortib ketishi mumkin yoki qovoqdagi siydik chiqaruv yo'lida klapan paydo bo'lib qolishi mumkin. Posterior valve deyiladi. Shunda ham viscouretral reflux kelib chiqadi. Keyin bu ham Potter sindromiga sababchi bo'lishi mumkin, chunki siydik chiqish to'silib qolyaptimi, demak siydik chiqish kamaygandan keyin homila davrida oligogidramniozga sababchi bo'ladi. Bu esa keyinchalik Potter sindromiga sababchi bo'lishi mumkin. Undan tashqari polycystic kidney disease, aytganimizdek, sistik degani kista, u multisistikdan boshqacha. Buning ikki xili bor. Autosomal resessiv, shu o'sha autosomal resessiv ham Potter sindromiga sababchi bo'lishi mumkin. Autosomal dominant esa sababchi bo'lmaydi. Xo'sh, Potter sindromidagi belgilarni aytib ketsam, amnion suyuqligi yetishmasligi hisobiga homila o'zi amnion suyuqligidan yutib turib o'pkasining shakllanishida ahamiyatga ega bo'lishi kerak edi. Shuning uchun o'pka gipoplaziyasi bo'lishi mumkin. Keyin tashqi bosimlardan saqlaydi amnion suyuqligi. Shu natijasida jismoniy o'zgarishlar, ya'ni yassi yuz, qo'l oyoqlarning shakllanishida buzilishlar bo'lishi mumkin Potter sindromida. Keyingisi horseshoe kidney, horseshoe. Otning tuflisi, otning oyoq kiyimi yoki taqa shaklidagi buyrak. Asimptomatik ham bo'lishi mumkin ko'pincha, yoki boshqa sindromlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, Shershevskiy-Terner sindromi yoki Down sindromi bilan birgalikda kelishi mumkin. Taqa-somon shaklda kelib qolgani uchun bu retroperitoneal bo'shliqqa chiqolmaydi buyrak, ya'ni pastda qolib ketadi. Chunki o'zi hosil bo'lishi chanoq bo'shlig'ida hosil bo'lib turib, keyin tepaga ko'tarilar edi. Qo'shilib qolgani uchun esa inferior mesenteric artery, arteria mesenterica inferior o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki bu yerda agar arteriya turadigan bo'lsa, bu tepaga ko'tarila olmaydi. Tepaga ko'tarilmoqchi bo'lganda bu xalal beradi. Shuning uchun retroperitoneal bo'shliqqa o'ta olmaydi. Keyingisi uretropelvic junction obstruction, ya'ni uretra siydik yo'li, pelvik jom, siydik yo'li va jomning qo'shilishidagi to'silish. Unda bir tomonlama to'silishning eng ko'p uchraydigan shakli. O'zbekchaga tarjima qilganda shuncha uzun bo'lib ketadi. Inglizchada oddiygina most common unilateral obstruction deyiladi. Keyin asoratlari bu anatomik jihatdan siqilib qolish bo'ladi, ya'ni siydik jomiga siydik yo'lni qo'shish joyida natijada gidronefroz bo'lishi mumkin. Gidronefroz degani ya'ni buyrakda o'sha siydikning o'zi chiqishi qiyinlashgani uchun buyrak suvli bo'lib qoladi. Yoki UTI bu urinary tract infection. Infeksiyalar bo'lish uchun ehtimolli oshadi. Yoki kidney stone, siydik ko'p turib qolgani uchun buyrak toshlari paydo bo'lishi mumkin. Va oxirgisi remnant urachus, yo inglizcha yo o'zbekcha qo'ying. Remnant urachus degan qolib ketgan urachus o'zi. Urachus qovoq bilan kindikni birlashtirib turuvchi homila davridagi tuzilma bo'ladi. Tug'ilgandan keyin yo'qolib ketishi kerak. Lekin agar qolib ketsa, bir qancha patologiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Patent urachus, bunda qovoq tomoni ham ochiq bo'ladi, kindik tomoni ham ochiq bo'ladi. Kindikdan shuning uchun siydik kelishi mumkin. Kista orasida qo'shilmay qolgani uchun shu yerga suyuqlik to'planib qolib, kista paydo bo'ladi.
Oral diverticulumda bunda qovuq tomoni ochiq bo'ladi, kindik tomoni yopiq bo'ladi. Sinus bo'lsa teskarisi, kindik tomon ochiq bo'ladi, qovoq tomon yopiq bo'ladi. Bunda yiring oqishi mumkin kindigidan. Bunda qoldiq uraqusining eng xavfli tomoni qovoq adenokarsinomasiga sababchi bo'lishi mumkin. Embriologiya tugadi.